Shuni qaranglar, mana shuni bitta zo'r xonadonimiz keldi. Srochniy sotilayotgan. Mana shulari bor ekan, chiroyli ikkita parodisti. Hop, mana 5 xona uy kelganmiz. 4-etaj, 5-etaj deydi. Yunusobod 15-kvartal joylashgan. Lokatsiyasi juda zo'r joylashgan, joylari, mahallasi ham juda zo'r, faizli yo'ldan ikkinchi tom hisoblanadi. Mana hop obzorimizni qilib beramiz. Mana bu основной kiruvchi hisoblanadi. Keling, bu yog'imizda bitta xona, детский hisoblanadi. И mana ketdi yana bitta xona, ikkinchi xona va uchinchi xona bu yoqda hisoblanadi. Xonalar smeshniy. Kvadraturasi 96 kvadrat ekan. Juda zo'r kvadratura. Planirovkasi ham juda yaxshi. Mana bu yog'imiz zal hisoblanadi. Mana bu yog'imiz spalniy. Xohlasangiz razistinskiy qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Holati o'rta holatda, lokatsiyasi juda zo'r, joylashgan joylari, mana sanuzellari bu yog'i alohida. Mana bu yog'imiz balkon, kuxnya и balkon hisoblanadi. Balkonni bu yoqni yopiq ekan. O'zi balkon bo'ladi, 2 olti balkon bo'ladi. Narxi kelsa 93 ming startviy qo'yamiz. Srochniy sotilyapti. Qiziqqan bo'lsa, opsiyan nomerni qo'yib beramiz, telefon qilinglar.